Shom paytida jinlarning izg'ishi. Shom payti bolamni ko'tarib, qo'shni ayollar bilan ko'chada gaplashib turgan edik. Mahallamizdan bir otaxon bizni jinu shaytonlar to'ziydigan mahal, yosh bola bilan ko'chada nima bor sizlarga deb qoyib berdilar. Otaxonning gaplari qanchalik to'g'riligini bilmoqchi edim. Bismillahirrohmanirrohim. Otaxon juda to'g'ri gapni aytibdilar. Avvalo dinimiz ayollarni ko'chada maqsadsiz gap sotib o'tirishga ruxsat bermaydi. Undan keyin shom paytida jin va shaytonlar izg'ib yurish ham hadis shariflarda bayon qilingan. Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam idishlaringiz ustini yoping, qopning og'zini bog'lang, eshiklarni qulflang, kech kirganda bolalaringizni qaytaringlar. Sababi bu paytda jinlarning tarqalishi va tez harakatlanishi bor dedilar. Imom Buxoriy, Imom Abu Dovud va Imom Ahmad rivoyati. Bu hadisda bir qancha foydali maslahatlar berilmoqda. Keksalarimizning shomdan keyin ko'chaga chiqib bo'lmaydi degan gapi mana shu hadisga asoslanib aytilgan bo'lsa, ajab emas. Sababi shom paytida jinlar yer yuzi bo'ylab tarqaladi.